Men aylantirib to'qib keldim. Videoni uzatmaslik uchun takror 2 qator yana to'qidim. 1-2 qator ochiq rangda to'qib keldim. Endi gulimizni chiqaramiz. Iplarimizni kesmaymiz. Hammasi bizga kerak bo'ladi. Boshlang'ishda 3 dona ilmog'imizni to'qiymiz. 1, 2, 3. Yashil ipga o'tamiz. Ipimni bog'lab olgan edim. 4 ilmoq yashil. 1, 2, 3, 4. Orasiga 5 ilmoq ochiq rang. 1, 2. Ipim orqadan osilib qolishni istamayman. Uning uchun yashil ipni bu shaklda ilmoq orasiga olib ketaman. 3, 4, 5. Takror ikkinchi chechagimizni yaprog'ini qilamiz. 1, 2. Qolgan 2 ilmoqni qarshi tarafdan chiqaramiz. 1, 2. Orasiga takror 5 ilmoq ochiq rangdan. 1, 2, 3. Orqadan krest qilib olaman. Iplarimiz osilib qolmasin. 5 ilmog'imizni to'qidim. Takror yashil ipdan 1, 2, 3, 4. Qolgan 3 ilmoqni 1, 2, 3. Bu shaklda to'qidik. Ya'ni mana bu boshlang'ich yeri yana takrorlanadi. Mana bu yerda 6 ilmoq bo'lgani uchun orasi uzun. Uning uchun mana bu yashil ipimizni krest shaklida olamiz. Ya'ni orqa tarafdan aytganimdek osilib qolmasin, orasi uzun. 3 ilmoqni to'qiymiz. Yashil ipdan davom etamiz. Ya'ni mana bu to'qiganlarimiz takrorlanadi. Aylantirib to'qib keldim. Boshlang'ishda 4 ilmog'imizni to'qiymiz. Ochiq rangda 1, 2, 3 va yashildan 1 ilmoq, 4 ilmoqni to'qidik. Faqat 2 yashil ilmoqdan davom etamiz. 1, 2. Ya'ni bu yerda farqi bo'lgan 4 yashil ilmoqni tepasiga, o'rtadagi 2 ilmoq tepasiga 2 yashil ilmoqdan davom etamiz. Ya'ni videoni uzatishni istamayman. 2 yashildan davom etaylik. Aylantirib to'qib keldik. Endi davom etamiz. Boshlang'ishda 2 ilmog'imizni to'qiymiz. 1, 2. 2 yashil ilmoq. 1, 2. Ipimizni almashtiramiz. Yashil ilmoqlar tepasiga ochiq rangli ipimizni to'qiymiz. 1, 2 ilmoq. Ya'ni yaprog'imiz ochilyapti. Takror 1, 2 ilmoq yashil. Davom etamiz. 1, 2, 3. Bu 2 yaproq orasidagi ilmoqlarimiz. Ikkinchi yaproqni to'qiymiz. Ikkinchi chechagimizni 1,
2. Yani bu şekilde devam etaylik. Aylantirib to'qib keldim. Boshlang'ich bir ilmoq to'qiymiz. Endi yaproqlarimiz kattayadi. 3 dona yashil ilmoq, 1 2 3. Oradagi 2 ilmoqni to'qiymiz, bu o'zgarmaydi. 1 2. Takror yaprog'imizni 3 ilmoq olib to'qiymiz. 1 2 3. Keyingi chechagimiz yaprog'ini chiqaramiz. Orasiga 1 ilmoq. 1 2 3. Bu şekilde to'qishga davom etaylik. Oxiriga qadar aylantirib to'qib keldik. İpimizni almashtiramiz. Mana bu qizil ipimizni yuqoriga olib olamiz. Yashil ipimiz turadi. Boshlang'ishda 4 dona ilmog'imizni to'qiymiz. 1 2 3 4. İpimizni almashtiramiz. 1 2 ilmoq qizil ipdan davom etamiz. Yani bu şekilde aylantirib to'qib keldim. Orqa tarafda mana bu qizil ipni kresk shaklida olamiz, ya'ni osilib qolmasin. Davom etamiz. 1 2 3 ilmog'imizni to'qiymiz. Mana bu 2 qizil ilmog'imiz 4 dona bo'ladi. 1 2 3 4. Yani bu şekilde to'qib kelaylik. Aylantirib to'qib keldim. Keyingi qatori ham yana aynı shaklda davom etiladi. Boshlang'ishda 1 2 3 ilmoqni to'qidik. Keyingi qator ham yana aynı shaklda 1 2 3 4. Aylantirib to'qib keldim. Keyingi qator ham aynisi takrorlanadi. Boshlang'ishda 4 ilmoq to'qib oldim. 2 ilmoq qizil, davomida ochiq rangda davom etamiz. Ya'ni qirmizi qizil ipimizdan 2 ilmoqdan olib to'qiymiz. Bu shaklda chechagimizni bitiramiz. Keyingi qatorda bir qator ochiq rangda to'qib kelamiz. Mana bu yerdan ko'rsatay sizlarga. Chechagimizni bitgan yeridan so'ngra bir qator orasiga ochiq rang to'qiymiz. So'ngra yana takror ayni chechaklar takrorlanadi. Ya'ni keyingi qatordagi chechaklarni ham to'qib kelaylik. Keyingi qatorni ham to'qib keldim. Keyingi qatorda
chechagimizni bitirgandan so'ngra bir ikki qator ochiq rangda to'qidim. Endi mana bu yerdagi modeliyat takrorlanadi. Boshlang'ishda boshlang'ich yer bu yer ekan. Boshlang'ishda bir ilmoq qizil, 3 ilmoq ochiq rang, ya'ni kul rangimizni to'qiymiz. Sizlar bu yerga balki oq rangdan qo'yishingiz mumkin. Ya'ni qaysidir bir ochiq rang qo'yishingiz mumkin. Bir ilmoq qizil, 3 ilmoq ochiq rangdan bu shaklda to'qib kelaylik. Oxiriga qadar to'qib keldim. Endi 2 ilmoqdan to'qiymiz. Boshlang'ichdagi qizil ilmog'imizni olamiz. Yani 2 ilmoq qizil, 2 ilmoq ochiq rang. Takror 2 ilmoq qizil, 2 ilmoq ochiq rang. Bu shaklda davom etaylik. Bu shaklda to'qib keldim. Mana bu yerdan so'ngra yana 5 qator tekis to'qidim. 5 bular bilan 6-7 qator bo'ldi hammasi. O'rtadan har ikki tarafdan 5-5-10 ilmoqni kesamiz. 1 2 5. Qolgan 1 2 3 4 9 ilmoqni to'qib kelaylik. 4 5 6 7 8. Mana bu oxirgi ilmoqni krest qilib olaman. Ilmoqlarimizni oldin o'ng tarafga olaylik bu shaklda. Mana bu ikkinchi ilmoqdan, ya'ni krest bo'ladi. Birinchi ilmog'imizni spesiga olamiz. Ya'ni krest bo'lib qoldi. Kesganda ochilib qolishini istamadim. Ilmoqlarimizni o'ng tarafga olamiz va kesishni boshlaymiz. 1 2 3 oxirgi ilmog'imizni oldik, ya'ni oxirgi deyapman. Yana bir ilmoq kesamiz. 10-ilmog'imizni bu shaklda kesgan bo'ldik. 1 2 3 4 10 bilan 9 ilmoq. Endi tek oradagi 10 ilmoqni kesdim va aylantirib mana bu yerga qadar to'qib keldim. Bu qatorni to'qimayman, chunki boshlang'ishda bu qatorni to'qidik, so'ngra kesdik. Uning uchun ipimizni bu boshlang'ich tarafga olamiz va 7 ilmoqni oddiy modelda to'qiymiz. İpimizi bu tarafga oldim. Boshlang'ich ilmog'imizni to'qiymiz.
Orqadan mana bu ipimiz osilib qolmasligi uchun oldi tarafga olamiz. Bir ilmoqni to'qiymiz. Takror bu ipimizni orqa tarafga olamiz. 2 ilmoqni to'qiymiz. Takror mana bu ipni orqadan osilib qolmasligi uchun ilmoqlarning orasiga bu shaklda olib to'qib ketamiz. 6 va 7. Bu shaklda 7 ilmog'imizni oddiy modelda to'qidik. Endi qolgan ilmoqlarni teskaridan to'qiymiz. 7 ilmoqni qarshi tarafda 7 ilmoqni oddiy modelda to'qiymiz. Men bu shaklda to'qib keldim. Mana bu oddiy modeldan 16 dona to'qidim. Sizlar oyog'ingizni kiyib ko'ring, ya'ni tovon qismiga qadar. Unga ko'ra yana 17-18 qator to'qishingiz mumkin. Endi tovon qismini chiqaramiz. Har ikki tarafda 17, o'rtadan tovon qismini 12 ilmoq ayiramiz. Men to'qib keldim. Oxirida 17 ilmoqni ayiramiz. Bu 12 ilmoq, o'rtada 11 ilmoqni to'qidik. 12 va qarshi tarafdan bir ilmoqni olib birlashtiramiz. Orqa tarafni o'ntaramiz. 11 dona ilmog'imizni to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 va 12-chi qarshi tarafdan bir ilmoqni birgalikda 2 ilmoqni bu shaklda olamiz. Orqa tarafni o'ntaramiz. Orqa tarafda yana ayni shaklda davom etiladi. Har ikki tarafdan bir ilmoqdan olib to'qishga davom etaylik. Tovon qismini to'qib keldim. Oxirida 7 ilmoq qoldi. Mana bu 12-chi va qarshi tarafdan bir ilmoqni olib birlashtiramiz. 6 ilmoq qolganda mana bu yerni oddiy modelda to'qiymiz. Ana shunda mana bu yer bilan ikkisi ayni shaklda chiqadi, bir xil chiqadi qatori. Birinchi ilmog'imizni olamiz. Keyingi hamma ilmoqlarni o'ng tarafdan to'qiymiz. Bu shaklda oddiy modelda to'qishga davom etaylik. 4 qator oddiy modelda to'qidim. Bu tarafda 3, bu tarafda 4 ilmoq qoldi. Biz ya'ni yuqori qismi tekis chiqish uchun bu yerdan qarshi tarafdan 2 ilmoqni kesamiz. 11 ilmoqni to'qidim. Hozir orqa tarafdaman. 12-chi ilmoq va qarshi tarafdan 2 ilmoqni to'qiymiz. Bu shaklda 3 ilmoqni birgalikda olamiz. Agarda har ilmoqdan bir ilmoq olib to'qiydigan bo'lsak, tovon qismi yuqori chiqadi, unda chiroyli chiqmaydi. 11 ilmoqni to'qiymiz. Bu yerda 2 ilmoq qoldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. O'ng tarafdan ham yana ayni shaklda 12-chi va mana bu 2 ilmoqni bir qilib olamiz. To'rt qator bo'ldi. 5-chi qatorni to'qiymiz, ya'ni oddiy modelda yana takror oxiriga qadar to'qib kelaylik. Orqa tarafdan to'qib keldim. 11 ilmoqni to'qidik. 12-chi va
oxirgi bu 2 ilmoqlarni ham birlashtirib 3 ilmoqni birgalikda olamiz. Oldi tarafni o'ntaramiz. Oldi tarafdan cheshkamizni kesishni boshlaymiz. Bu shaklda oxirgi qatorni kesib bitiraylik. 2 ilmoqni birgalikda olamiz. Takror taqamiz. Bu shaklda oxiriga qadar to'qib kelaylik. Oxirida mana bu 11, 12 ilmoq, qarshi tarafda 1 ilmoq. Bu yerini men ayirmayman. Ayirsam mana bu yer ochilib qoladi. Uning uchun kesayotganda 3 ilmoqni bir qilib kesaman. Ana shunda oxirgi ilmoqni orasi ochilib qolmaydi. Bu shaklda bitirdik. Quruchoq bilan kesaman. Mana ko'rib turganingizdek tovon qismi mana bu yer bilan ayni shaklda chiqdi. Ya'ni baland bo'lib ketmadi. Agarda har ilmoqdan bir ilmoq chiqarib to'qiganimizda edi, tovon qismi yuksak bo'lardi. Unda chiroyli chiqmardi. Bir ilmoq olamiz va ipimizni kesamiz. Bu shaklda. Endi chekasini to'qiymiz. Endi quruchog'i 1,5 mm bunda to'qiyman chekasini. Tovon qismini mana bu yerdan boshlayman. Chunki bu yerda ipini kesdik. 1, 2, 3, 4. Mana bu yerdan boshlaylik. Ilmog'imizni chiqaramiz. Boshlang'ich 3 dona zanjir chekamiz. 1, 2, 3. Ayni xonadan bir ustun chiqaramiz. Kalt ipimizni orasiga olib ketamiz. Va mana bu yerda 1, 2. Ikkinchi xonaga bir ilmoq bilan birlashtiramiz. Ayni yerdan 1, 2, 3 zanjir. Ayni xonadan bir ustun. Bir ikkinchi xonaga birlashtiramiz. Ya'ni tovon qismida bu shaklda bo'ladi. 1, 2, 3. Ayni xonadan bir ustun. Bir, ikki. Ikkinchi xonaga birlashtiramiz bir ilmoq bilan. 1, 2, 3. Ayni xonada bir ustun va qarshi tarafga mana bu yerga birlashtiramiz. Bu tovon qismi 1, 2, 3 zanjirimizni chekdik. Ayni xonadan bir ustun. Kalt ipimizni orasiga olib ketamiz. Endi mana bu yerga kelganda, oddiy modelga kelganda bir ariqcha tashlab, keyingi ariqchaga bir ilmoq bilan birlashtiramiz. Ayni xonadan 1, 2, 3 dona zanjirimizni chekdik. Ayni xonadan bir ustun chiqaramiz. Va oradan bir ariqcha tashlab, ikkinchi ariqchaga birlashtiramiz. Ayni xonadan 1, 2, 3, ya'ni bu shaklda davom etamiz. Bir ariqcha tashlab, keyingi ariqchaga birlashtiramiz. Bu shaklda to'qishga davom etaylik. Cheshkamizni to'qib bitirdik. Hamma narsani oxiri bor degandek, yana bir videoni oxiriga keldik va hamma narsani
oxirini, boshlang'ichi bor degandek, sizlar bilan takror yangi videolarda ko'rishguncha sog' va omon qoling. Allohga omonat bo'ling.